nogironligi bor, keksa, savodsiz fuqarolar qanday tartibda notarial harakat bajaradilar? Qonunchilikda bu toifa insonlar ham e'tiborsiz qoldirilmagan. Kuzating. Odamni ko'z ojiz bo'lsa, qanday harakat qilamiz? Fuqaroni ko'zi ojiz bo'lsa yoki yaxshi ko'ra olmasa, hujjatni o'qiy olmasa, notarius hujjatni ovoz chiqarib o'qib eshittirib beradi va hujjat matniga tasdiqlovchi yozuv kiritadi. Agarda fuqaro gapira olmasa, eshita olmasa, nima qilamiz? Fuqaro karsaqov bo'lsa, surdo tarjimon orqali notarial harakat bajarishi mumkin. Agarda surdo tarjimonni tushunmasa, savodli bo'lsa, bu holatda ham yozma ravishda tushuntirish orqali notarial harakat bajarishi mumkin. Agar tanasida jismoniy nuqson bo'lsa, masalan, qo'li yo'q bo'lsa, nima qilamiz? Fuqaroning jismoniy nuqsoni bo'lib, hujjatlarni imzolay olmasa, uning topshirig'iga asosan boshqa fuqaro hujjatlarni imzolashi ham mumkin. Agar fuqaro keksa bo'lsa yoki kasal bo'lsa, unda nima qilamiz? Keksaligi yoki kasalligi, savodsizligi sababli hujjatlarni imzolay olmasa, o'qiy olmasa, uning topshirig'iga asosan boshqa fuqaro ushbu hujjatni imzolashi mumkin. Günler sessiz, renkler soluk.